Hisob qoling o'rtoqlar, bizga birlik aylana berilganda, xo'p, kosinus bilan sinusni, demak, sinusning kosinusdan katta bo'lgan qismi kerak bizga hozir. Mana sinus katta bo'lishi kerak. Xo'p, u mana bu yerda bo'ladi. Pi taqsim 4, mana bu 5pi taqsim 4 ikkalasi tenglashib qoladigan joylar. O'sha sinus katta desa, bu oraliq bu tomonda olasiz. Chap tomonda. Demak, pi taqsim 4 dan 5pi taqsim 4 gacha 3x. Demak, kichik yoki teng 5pi taqsim 4 plus 2pn davri. Bu tomoni esa katta yoki teng pi taqsim 4 plus pn. Endi 3 ga bo'lib bersak, x imiz kichik yoki teng 5pi taqsim 12 plus 2pn taqsim 3 katta yoki teng pi taqsim 12 plus 2pn taqsim 3. Endi o'rtoqlar, bizga birinchisida aytilyapti, qanoatlantiruvchi eng kichik musbat son toping deyilgan. Eng kichik musbat son ko'rib turganingizdek pi taqsim 12. Undan kichkina bo'la olmaydi. Qanoatlantiruvchi eng kichik musbat son va eng katta manfiy sonlar yig'indisini toping deyilgan. Demak, eng katta musbat sonimiz mana 5pi taqsim eng kichik musbat sonimiz demak. Xo'p, eng kichik musbat son va eng katta manfiy sonlar yig'indisini toping. Eng kichik musbat son pi taqsim 12. Pi taqsim 12 va manfiylarni mana minus pi taqsim 2 dan boshlangani uchun minus pi taqsim 2 bu eng katta manfiy ildizi hisoblanadi ikkalasi. Demak, bunga 6 dan mahraj berganimizda minus 5pi taqsim 12 degan javob chiqib qoladi bizga.